Diqqat, videoni homilador 18 yoshdan kichik yoki ko'ngli bo'sh insonlar ko'rishi qat'iyan taqiqlanadi. Qur'on yoqishda tuhmat bilan ayblanib, 100 dan oshiq erkaklar tomonidan o'ldirilgan muslima qiz Farxunda Malikzoda haqida eshitganmisiz? Farxunda Malikzoda 2015-yil 19-mart kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda omma oldida sammasi o'tib qilingan 27 yoshli ayol edi. Uning atrofida to'plangan olomon Qur'onni yoqib yuborganlikda nohaq ayblashgan va buning uchun Farxundani darhol do'zaxga yuborish kerakligini e'lon qilishgan. Voqea tafsilotlariga ko'ra, Farxundani Qur'onni yoqishda yolg'on ayblab tuhmat qilgan masjidda tijorat va qorovullik qiluvchi Zayniddin ismli erkak bilan janjallashib, kaltaklanib o'ldirilgan. Keyinchalik politsiya tekshiruvlari uning bunday qilmaganini ko'rsatdi. Uning qotilligi 49 kishining hibsga olinishiga olib keldi. 3 erkak 20 yillik qamoq jazosiga, yana 8 kishi esa 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Voyaga yetmagan bola 10 yillik qamoq jazosiga, 11 politsiya xodimlari uni himoya qila olmagani uchun 1 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning o'ldirilishi va undan keyingi namoyishlar Afg'onistondagi ayollar huquqlariga e'tibor qaratishga sabab bo'ldi. Afg'oniston birdamlik partiyasi ko'magida Kobulda uning xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Farxunda avvalroq o'zi diniy muallim bo'lib ishlagan Shohdo Shamshira masjidi oldidagi savdogar Mulla Zayniddinning butparast tumor sotayotgani uchun mulla bilan bahslashgan. Bu bahs davomida savdogar Zayniddin uni ataylab baland ovozda Qur'onni yoqishda tuhmat bilan ayblagan. Keyin esa Farxunda "Men musulmonman, musulmonlar esa Qur'onni yoqmaydi" deb javob berib, savdogarni tark etgan. Mullaning ataylab baland ovozda aytgan soxta ayblovini eshitgan atrofdagi yuzlab g'azablangan radikallar qizni ushlab masjidga to'planib samasud qilishni boshlashdi. Shu payt politsiya ham yetib keldi va Farxundani bir necha kilometr naridagi mahalliy politsiya binosiga olib bormoqchi bo'ldi. Biroq qiz rad javobini berib, "Men faqat ayol politsiya bilan borishim mumkin" deb aytdi. Shundan so'ng ilmsiz, aqlsiz, ko'rganiga emas, faqat eshitganiga ishonadigan g'azab otiga mingan olomon Farxundani ko'chaga sudrab olib chiqdi va uni yerga yiqitib kaltaklashni boshladi. Politsiya olomonni to'xtatish maqsadida havoga ogohlantiruvchi o'q uzdi va olomonni vaqtincha tarqatib yubordi. Qizni himoya qilish maqsadida Shohdo Shamshira masjidiga qaytarib olib kirishdi. Birozdan so'ng ilmsiz olomon yana ham ko'payib, uning amerikaliklar bilan ishlatgani haqidagi mish-mishlar tarqala boshlaganida masjid ichkarisiga bostirib kirishga harakat qilishdi. Politsiya uni qutqarish uchun bino tomiga olib chiqayotgan paytda olomon tashlagan tosh va taxtlar zarbidan yiqilgan Farxunda bo'ridan sirg'alib ketib, odamlar orasida qolib ketgan. Ilmsiz olomon Farxundani ko'chaga sudrab olib chiqib, kaltaklab tepa boshladilar. Masjid tashqarisida tayoq va toshlar bilan kaltaklashgan. Kaltaklangandan keyin qizni mashinaga bog'lab, taxminan 100 metrgacha sudrab ketilgan. Politsiya bunga hech qanday qarshilik ko'rsatmadi. Aksincha voqealarni kuzatishda davom etdi. Xalq uning jasadini Kobul daryosining yaqin qirg'og'iga sudrab olib borib, navbatma-navbat toshbo'ron qilib o'tib qo'ygan. Uning tanasi qonga botganligi sababidan yonmas edi. Odamlar kiyimlarini yirtib, jasadning ustiga tashlashgan va shu orqali olovni kuchaytirishgan. Qizning jasadi to'liq yongandan so'ng ilmsiz olomon asta-sekin tarqalgan. Sud tergov paytida savdogar Zayniddin haqiqatan ham Viagra, prezervativ va butparast mollarni sotgani fosh bo'lgan. Zayniddin savdogarlikdan tashqari Shohdo Shamshira masjidida qorovullik ham qilar edi. U tijorati va o'z ishidan ayrilib qolishdan qo'rqib, Farxunda ismli yosh ayolni Qur'onni yoqib yuborganlikda tuhmat qilib, qizni yolg'on ayblaganligini tan olgan. Uning jazosi o'lim jazosidan 20 yilga almashtirildi. Sharaf Bag'loni Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasi xodimi bo'lib ishlagan. Uning jazo muddati ham o'lim jazosidan 20 yilga qisqartirildi. Abdul Bashir o'z mashinasini Farxunda ustiga haydagan shaxs edi. Uning jazosi ham o'lim jazosidan 20 yillik qamoq jazosiga qisqartirildi. Jinoyat sodir etilganda 17 yoshda bo'lgan Muhammad Yaqub voyaga yetmaganligi sababli atga 10 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. Afg'onistondagi ko'pchilik ayollar singari Farxunda ham hijobga o'rangan musulmon qiz edi. U Kobuldagi madrasalarning birida islomshunoslik fanlarini endigina tamomlagan va o'qituvchilik lavozimini egallashga tayyorlanayotgan edi. Uning ismi fors tilidan tarjima qilinganda barokatli va xursandchilik ma'nolarini anglatadi.
U o'ldirilgan Andarabi yo'l belgisi o'rniga Farxunda yo'li yozuvi yozilgan yodgorligi o'rnatildi. Prezident Ashraf G'ani ushbu ko'chaning nomini Shahid Farxunda yo'li deb o'zgartirish haqida qaror chiqardi. Kanalimizda bundan avval ham ilmsiz olimon tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan iroqlik qiz haqida ham video joylagan edik. Qayerda ilmsiz olomon ko'paysa, bunday jinoyatlar ham ko'payadi. Avvalo bu ilmsizlikning mudhish oqibatidir. Chunki samasud qilish sof islom dinida ham, g'ayri dinlarda ham, hattoki dinsiz davlat qonunlarida taqiqlangan. Sof islom dinimizda har qanday gunoh ishlar avval qozilar tomonidan sud qilinadi. Guvohlar, dalillar yetarli bo'lgandan keyingina hukm chiqariladi. Agar o'lim jazosi berilsa ham uni bir kishi, ya'ni jallod amalga oshiradi. Lekin Afg'oniston u paytda hozirgidek diniy davlat bo'lmagan. Dunyoviy qonunlar mayli, muqaddas Qur'oni Karimda ham ayollar juda ham e'zozlangan. Payg'ambarimiz ham ayollarni hurmat qilganlar. Biz kim bo'libmizki, Alloh buyurganini va payg'ambarimiz sunnatlarini mensimasak? Lekin bir to'da bo'lib, bitta ayolga hujum qilishni g'ururi bor har bir erkak o'ziga munosib ko'rmasa kerak. Xullas, bunday samasudlar ham diniy, ham dunyoviy, mantiqiy, insoniylik va shunga o'xshagan barcha qonunlarga to'g'ri kelmaydigan johiliyat davridagi eng jirkanch ishdir.